Mana bu 59 million so'rayapti mana. Uchalasi bir joyda. Savdo bo'layotgan joyda mana. 60 million so'ralgan, hozir mana 59 million boshqa bir kishi so'rayapti. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 2025-yil 23-noyabr, hafta kuniga yakshanba. Mana bugun biz Surxondaryo viloyati Boysun tumani markazida joylashgan Boysun chorva mol bozoridamiz. Xudo xolasa bozorda sog'in sigir, qo'shma tana, yosh buzoqchalar, boqma ho'kizlar haqida ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Sizlardan kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib, bir donadan like bosib qo'yamiz. Kommentariyada bozorda gap o'zlaringizni fikr mulohazalaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Mana xudo xolasa sizlarni qo'llab-quvvatlovlaringiz bilan 5 mingtaga yaqinlashdik. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, kanalimizning rivoji uchun o'z hissalaringizni qo'shishlaringizni so'raymiz. Mana bu paroda molimiz nima ekan bu? Sementalmi bu? Eston. Eston ekan. Bo'g'ozmi aka? Mana ekan. Ha, semiz ekan. Necha bo'lyapti aka narxi buni? 40 million so'm so'ralyapti. Necha pul baho qo'yapsiz? 50. 50 million so'm baho qo'yilyapti ekan. 40 million so'm savdosi bo'pti. Buzoqli sigirlardan olamiz. Mana aka, buzoqli sigir necha bo'lyapti? Mana keldik akajon. Qaysi savdo bo'lyapti? Mana bu savdo bo'lyapti. Necha pulga? Sigirni omon meni hon. Yarmini keyin kesib taylasiz chiqarmaysiz. Necha bo'lyapti aka, sigirni gapiring. 20 litr suti bor. Shunimi? Gap yo'q. Ikkinchi balasi. Aha. 24 million bo'lyapti. Ikkinchi bolasi 20 ta sutga 24 million so'm. Dehqondan o'zini nimasi? 24 million savdo bo'ldimi? Keyin ko'chada men olib bormayman buni ko'tarib ustimga. 24 million so'm savdosi bo'ladi ekan. Nechinchi bolasi? Uchinchi. Ha, uchinchi bolasi ekan. Yarmini kesib taylama. Yarmi kesilmaydi aka. To'liq mana siz chiqasiz, xudo xolasa mana. Bugun obeddan keyin Boysun baraka YouTube kanalimizda chiqasiz aka. Tomosha qilasiz mana. Ziyodullo Saydolimov. Ha, mana. Mana shu sigir 24 million so'm savdosi bo'lyapti. Bahosi necha pul qo'yilyapti aka buni? 30 million. 30 million so'm narx so'rayotgan ekan. Gap. Barakasini bersin aka. Buzoqli sigir necha bo'lib qoldi aka? 22 million bo'lyapti aka. 22 million so'm savdosi bo'lyapti. Uchinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Suti nechta aka? 7 litr suti. Ertalab kechqurunga 7 ta suti bor ekan. Bolasi ho'kizcha, ha? Ho'kizcha bolasi. Gap yo'q. Bir haftalik buzoqcha ekan. Kindiga ham chiqadi. Barakasi bersin aka. Bu buzoqli sigir necha pul ekan aka? Necha pul so'rayapti? 23 million so'm so'ralayotgan ekan. Savdosi. Bahosi necha pul aka? Bahosi 27 deyapti. 27 million so'm narx qo'yilgan ekan. Bolasi urg'ochimi? Erkak. Bolasi ho'kizcha bolasi bor ekan. Nechinchi bolasi aka? 3-chi bolasi. Sutichi aka, suti. Suti 7-8 6 suti bor. Ertalab kechqurunga 6 ta suti bor ekan mana. Mana tayyorlar. Bunisi bo'g'oz ekan. Necha oylik bo'g'oz aka? 6 oydan o'tdi. Yaqingacha sog'ildi. Ha, 6 oydan o'tgan bo'g'oz ekan. Bu necha pul aka bo'g'ozi narxi? 22 million so'm narx aytilgan ekan. Aka bu necha bo'lib qoldi?
12 bo'ldi. 12 million so'm savdosi bo'ldi. Bu bo'g'ozmi aka? Yekim bo'ldi. Ha, yaqindan qo'shgan ekan. Bahosini necha pul qo'yasiz aka? Narxini? 15 ta. 15 million so'm narx qo'yilgan ekan. Bu buzoqlama aka? Ona bola necha pul bo'ldi bu? 20 million so'm savdosi bo'libdi. Bolasi ho'kizcha, ha? Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. O'zi bo'g'oz emasmi yana? Sentyabrda 7 ta qo'shgan ekan. Boysun baraka YouTube kanalimizda aka. Boysun baraka. Bu sigir necha pul bo'lib qoldi aka? 16,5 ga 18,5 birinchi tug'ish. 16 million 500 ga necha pul? 18,5 million savdosi bo'ldi. 8 oylik bo'g'oz ekan mana. Aka Bo'g'oz sigirlardan so'raganlarga mana. Aka bu necha pul bo'lib qoldi ekan? 15 million savdosi bo'ldi, ha? Bo'g'ozmi bu? Qisir sigir ekan. Necha pul baho qo'yapsiz? 17 million so'm bahosi qo'yilgan ekan. Aka gapiring. Mana yosh tanalarga o'tamiz. Bu necha pul bo'lyapti ekan bu? Qaysi? Mana bunisi. 7,5. 7,5 million so'm savdosi bo'ldimi? Ha, savdosi beryapti, bermayapti. Bermayapti. Necha pul so'rayapti egasi? Egasi 8 so'rayapti. Egasi 8 million so'm so'rayotgan ekan. Gap yo'q. Zo'r mol. Yosh Molga tana. qarang. Yana men ham olib yotman. Ya sizda olmayapman bu. Molda olyapman. Hay mullarni olgan. Mol qiziq odamlarga. Siz bilan men qiziq emas. Yosh urg'ochi buzoqlardan so'ragan. Bu necha pul bo'lyapti akajon? 7 million so'm savdosi bo'libdi. Bahosi necha pul aka? Necha pul baho qo'yapsiz? 7 milliondan sal oshsa berilar ekan mana. Savdosi yo'lida. Mol qilaman, yosh urg'ochi uzoqdan bo'lsin deganlarga mana necha pul bo'lyapti aka? 8 dan so'rayapti. 8 million so'mdan savdosi bo'layotgan ekan. Siz necha pul baho qo'yapsiz aka? 10 milliondan baho qo'ydim. 10 million so'mdan bahosi qo'yilgan ekan mana. Yosh urg'ochi buzoqchalardan. Bu necha pul qoldi aka? Aka bu buzoqchalar necha pul qoldi? 6 milliondan deyapmiz aka. Mana 6 million so'mdan narx so'ralayotgan ekan. Savdosi ham bo'ldimi aka? Savdo bo'lyapti aka. 4 million 700 so'm. 4 million 700, 4 million 800 ming so'm savdosi bo'ldi. Urg'ochimi, ho'kizchimi? Mana urg'ochi. Gap yo'q. Yaptı emas, musulda yedi. Bular necha pul qoldi aka? Bu ikkalasi. Necha pul bo'lyapti savdosi? 5,5 ga 6 million. 5 million 500 mingga 6 million so'm savdosi bo'libdi. Ikkalasi urg'ochimi? Urg'ochi buzoq. To'qqiz yarim bo'lib qoldi. Ho'kizcha. Ho'kizcha yosh buzoqcha. 9 million 500 ming savdosi bo'libdi. Necha pul baho qo'yapsiz aka? 12 million so'm narx qo'yilgan ekan. Bu necha pul bo'lib qoldi aka? 13 million bo'ldi. 13 million so'm savdosi bo'ldi, ha? Necha pul baho qo'yapsiz? 16 million so'm narx qo'yilgan ekan. Yosh ho'kizcha buzoq. Boqma. Bular necha pul bo'lyapti? 16 million 500 bo'ldi. Qaysi biri? Mana bu. 16 million 500 ming so'm bo'libdi. Necha pul baho qo'yapsiz, aka? 18. 18 million so'm Ali palvondik. narx qo'yilgan ekan mana. Mana shu. Ha, mana akamizniki ekan. Bunisi-chi? Bunisi necha pul savdo bo'lyapti ekan? Bu 14 savdo bo'ldi, hozir 13 million. 14 million so'm ertalab savdosi bo'lgan ekan, hozir mana 13 million so'ralayotgan ekan. Siz necha pul qo'yapsiz aka bahosini? Bahosini men 17 deb berdim, bozor topgan. 17 million so'm narx qo'yilayotgan ekan. Bu necha pul qoldi aka? 17 million savdosi, ha?
Siz necha pul baho qo'yapsiz? 20 million so'm bahosi qo'yilgan ekan mana. 17 million so'm savdosi bo'ldi. Bu avtobusni baronda musakara tutadilar. Boqma ho'kiz so'raganlarga. Bu necha puldan bo'lyapti? 13 milyon bo'lyapti, 12 milyon 100 bo'lyapti. Alamisi 13 bo'ldi. 13 million, 12 million, 13 million so'm narxi so'ralayotgan ekan bozorda. Siz necha pul baho qo'yilyapti bu bularga? Baho qo'yapsiz. 13 milliondan 15 million so'mgacha baho qo'yilayotgan ekan. Savdochi kelishdi yo'llar. O'zlarini oling. Uchalasi 70 million so'm narx so'ralayotgan, 60 million so'm savdosi bo'ldi. Tedi. Şular şekeri. Bana hafta böyle hafta tutuyor. Kurs ediyor. Kaç çivi günah var? Hafta oyunu bir etme. Hafta zaman karar. Var aslında ben kumunu da burada kursan bana. Şasta haçtı. Şasta hafta. Mana 67 bo'lsa baraka deyapti ega mana. $20 million so'mdan 60 million so'mga so'ralayotgan ekan. Uchtasi bir joyda. Boysun baraka deb yozasiz chiqa. YouTube'da. Boysun baraka deb yozib, obuna qo'yasiz. To'g'ri, giret. Tomosha qilasiz. Hafta giretde çivi günah. Şasta haçtı. Şasta haçtı. Anca pançtan bana mı? Evet bana bir kafa canlı gidemez. Böyle çiyabo damsızda ne var hatta? Evet ya pançtan. Mana akamiz 57 million so'rayapti. Uchalasi bir joyda. Oğlum atasan avlakadan. Yine aşağı çiğ. Tamam, ganda kaldı. Hadi yine hemen kurma. Aka necha bo'lyapti-ku bu? Bu 12 yarım. 12 million 500 so'radim bozor. Siz necha pul deyapsiz? 13 yarım oluyor. 13 million 500 ming bo'lsa, oddiy ekan 12,5 million so'm savdosi bo'ldi. Bunisi-chi aka? 14 million so'm bo'ldimi? Siz necha pul deyapsiz? 16 million so'm baho qo'yilayotgan ekan. 14 million so'm savdosi bo'ldi mana. Parodni o'qishchilarida. Qaysi kanal? Boysun baraka aka. Boysun baraka YouTube kanalimizda. Aka bu necha pul bo'lib qoldi ekan? 16,5 million. 16 million 500 ming savdosi bo'ldi mana. Siz necha pul deyapsiz aka? 20 deyapmiz. 20 million so'm narx qo'yilgan ekan, bahosi. Akajon bu ho'kizcha necha pul ekan ho'kiz? 17 deyapmiz aka, 16 deyapmiz. Bunisi 17 million so'm aytilayotgan ekan, 16 million so'm savdosi bo'ldi mana. Aka necha pul qoldi bu ho'kiz? Labbay? 16 million so'm savdosi bo'ldi mana. Siz necha pul narx qo'yapsiz aka? Bahosini necha pul qo'yapsiz? 19 million so'm narx qo'ydik ekan. Aka necha pul qoldi bu ho'kiz? 19 bo'lib qoldi aka. 19 million so'm savdosi, ha? Necha pul baho qo'yapsiz? 25 savdo. 25 million so'm baho qo'ydik ekan mana. 19 million so'm savdosi bo'ldi mana shu ho'kiz. Bo'yi 1.20 dan balandroq. Mana shu ho'kiz 57,500 so'mdan taroziga baraka bo'libdi hozir mana. Taroziga chiqa. Tarozni nol qildingizmi? Beş yüz 575 kilo.
Tarozi noto'g'ri ekan mana. Endi proverka bo'lyapti tarozi. To'g'ri bo'ldimi endi? Ha, endi bo'sh 80 kilo. boshqatdan chiqar endi. Nechi kilo ekan? Haffa shaxshu. 367 kilo chiqdi mana. Shasti haf, 367 kilo. 57.500 so'mdan taroziga baraka bo'ldi. Nechi pul olindi ekan bu? Mana 24 million 700 ming so'mga baraka bo'libdi. Aka nechi pulga olindi ekan bu? 13,5 ga oldim baba. 13 million 500 ming so'mga olindi mana. Hurmatli obunachilar, Surxon Boysun Chorva Telegram gruppamizga qo'shilib, bemalol uyda o'tirib, chorva mollaringizni oldi sotisini amalga oshirishlaringiz mumkin. Mana xudo xolasa Telegram gruppamizga qo'shilib olamiz.